Hozirgi odamlarga ham hayronsan, jannatga kirishni xohlashadi, lekin bunga harakat qilishmaydi. Yetmaganidek birovlarni do'zaxga kirishini isbotlash bilan umr o'tkazishadi. Hozirgi odamlarni bir-biriga qilayotgan qo'pol muomalasini olovga aylantirsang, bilasanmi nima bo'ladi? Butun koinot yonib kuyib kul bo'ladi. Hozirgi odamlar ikkiyuzlamachilikni odob, axloq qoidasi deb bilishadi. Hozirgi odamlar bir-birlarini yaxshi yoki yomon, do'st yoki dushman deb ajratishmaydi. Ular bir-birlarini boy yoki kambag'al deb ajratishadi. Hozirgi odamlar hamma narsaning narxini bilishadi, lekin qadrini bilishmaydi. Hozirgi odamlar o'qi, ishla, pul top deyishadi, lekin yaxshilik qil, savob bo'ladi deyishmaydi. Hozirgi odamlar farzandlariga qoldiradigan dunyo haqida qayg'uradilar, lekin dunyoga qanday farzand qoldirayotganlari haqida o'ylab ko'rmaydilar. Hozirgi odamlar harakat qilishdan ko'ra yordam kutishni afzal deb biladilar. Bu xuddi suvga suyangandek gap. Hozirgi odamlar aqliga emas, nafsiga ergashib hayot kechiradilar. Avvalgi odamlar ko'p yaxshilik qilishar edi, lekin gapirishmas edi. Hozirgi odamlar bo'lsa tayinli ish qilishmaydi-ku, lekin hamisha gapirishadi. Hozirgi odamlar o'zlarini o'rmonda yashayapmiz deb o'ylashadi. Bilasanmi nega bunday deyapman? Chunki o'rmonda faqat hayvonlar yashaydi. Yozuvchi Mark Twain aytgan ekan, odamlar haqida qancha ko'p o'rgansam, itimni shunchalik yaxshi ko'raveraman deb. Farosatli odamlar ancha kamayib ketdi. Shuning uchun o'zingni ehtiyot qil.